Usta kim desa, dada bu meni o'stirgan. Dadamni o'stirgan daraxti men. Dada bu kim desa, dadani bu ko'chada urishib, mana chiroyingizga pulga topolmaydigan odamingiz bu dada. Hayotda bitta bo'ladigan inson bu dada. Ko'chada do'st, oshna-og'ayni yor ko'p, dada yo'q. Qancha ishlab mehnat qilsang ham topolmaydigan odam bu dada. Ana endi shuncha yil seni o'stirib, parvarish qildimi? Ana endi dada dam oladigan odam bu dada. Qani qancha mehnat qilib, qancha pul topsam dadam yosharsa. Qani dadam avvalgidek yosh navqiron bo'la olsa. Otamdagi inson yo'q bu hayotda, topolmayman ham. Otam bor ekanki, men borman. Agar otam bo'lmasa, men ham yo'qman. Otajonim, boringizga shukr. Shu paytgacha birovni haqqidan qo'rqish, menga haromlikni yedirmaganingiz uchun shukr otajonim. Men sizsiz hech kimman. Siz bergan tarbiyangiz, siz o'rgatgan yo'llaringizdan kelib mana shu darajaga erishdim, otam. Meni yutug'im yo'q, hamma yutug'im mana otajonimniki. Otajonimdan Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, otam. Sizni yaxshi ko'raman.